Xush kelibsiz. Bugun bizda arzon kanallardan 1,5 ming obunachisi bor. YouTube'da bitta shartini bajargan. 1000 tadan oshiq obunachisi bor va 4000 soat yig'sanglar o'zinglar. Bu soatlarga javob bermaymiz, chunki videolar originalmi yo'qmi bu narsani o'zinglar tekshirib olasizlar. Xo'p, biz asosan mana odam soniga sotyapmiz. 1,5 ming odam bor, mingta emas, 1,5 ming odami bor. O'zinglar 4000 soat yig'sanglar, bemalol YouTube'dan pul topsanglar bo'ladi. Mana top-toza kanal, strike, jalba, palba hech nima yo'q. Toza kanal mana. Narxi ham arzon. Narxni ham birato'la aytib ketay. Narxi 420 ming so'm. Konkret oladigan odamimiz ozgina tushib beramiz. Masalan, juda ko'p tushunilmaydi, chunki bular nima desa bo'ladi. Arzon kanallar uncha ko'p tushunilmaydi. Masalan, olasiz kanalni, masalan, login parolni beraman. Bu yog'ini eplab ketishingiz kerak. Masalan, men har bir odam bilan ishlamayman, to'g'ri tushuninglar. Kanalni beramiz, login parolni beramiz, kirasiz, ishlatib ketishingiz kerak. Guruhga qo'shib qo'yamiz. Guruhdan so'rab o'rganib ketasiz. Guruh sizlarga tekin tushadi asosiysi shu. Boshqa masalan xizmatlarga gaplashilinadi. Umumiy holatda shu. Bu arzon kanal bu. Masalan, ayrimlar bo'ladi, tushunchasi yo'q bo'ladi, keyin masalan yozsa, men javob bera olmasam xafa bo'lasiz. Shuncha aytyapman. Tushunchalar bo'lsa, eplab keta olsanglar oyinglar do'stlar. Shuning uchun shuni tavsiya qilaman. Kanal narxi 420 ming so'm. 1000 ta odami bor. Jonli efir hamma yoq ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Lekin aytib qo'yay, karta, qimorlarga ana qilinmaydi, isfinmaydi. Kanal sotilmaydi. Xo'p, jonli tranzaksiya. Yo'q, tranzaksiya ishlamar ekan do'stlar. Tranzaksiya отключение debdi. Yo'q, tranzaksiya ishlamar ekan. Oldin aytib qo'ygan yaxshi. Jonli efir ishlamar ekan. Faqat YouTube'da o'ziga faqat video qo'yish